Assalomu alaykum Texnopuls mijozlari. Ko'pchilik so'rayotgan LG Samsung brendidan 7-8 kilolik kir mashinalarimizni bugun sizlarga obzor qilib o'tib ketamiz. Narxlarini ham ancha sizlar uchun tushirib qo'yganmiz. Bemalol ko'rsatib bo'laveradi. 7 kilolik turbo vash modelimiz bo'ladi. Xo'p, LG brendidan Zinc programmasi orqali bemalol Wi-Fi dan boshqarsanglar bo'laveradi. 14 ta o'zida programmasi bo'ladi. Iskusniy intellektgacha bo'ladi. Necha kilo kir solasizlar, shunga qarab o'zi avtomatik kilosini sezib rasxod qilib beraveradi. Qolgan LG'larda uchramaydigan bu zo'r tomoni turbo vash 59 funksiyasi bo'ladi. Liboy materialda kiyimlar solasizda 2 soat 3 soat yuradigan funksiyalarni 59 minut ichida yuvib beraveradi. Bistritsirkasi ham 14 minutlik bo'ladi. Ichlarini ko'ramiz. Ichi gabariti ancha katta qilingan. Turbo vash bo'lganligi uchun 7 kilo bo'lsa ham ichi gabariti 8 kilo kir mashina bilan teng bo'ladi. Xo'p, keyingi kir mashinamizga o'tamiz. Keyingi kir mashinamiz Samsung brendidan 8 kilolik modelimiz bo'ladi. Xo'p, Samsungning ham o'ziga yarasha qulayliklari, udobstvolari mavjud bo'ladi. Samsung qilgan narsasi EcoBubble sistemasi bo'ladi. Mana shu bu yoqqa solasizlar, o'zi avtomatik qolgan kir mashinalarda baraban yapsa, barabanni ko'pirtirsa, bunda avtomatik o'zini ko'pik qilib beradigan apparatiga olib tushadi, ko'pirtirib turib, ko'pigini barabanga beradi. Shuni hisobiga kirlar tozaroq ham yuviladi. Yaxshi tomonlaridan oldin tog'oraga o'tib qo'yadigan holatlar bo'lgan bo'lsa, endi buni kir mashinaga o'zini kirni uyutib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Addenni kirni uyutish funksiyasi ham bor. Dazmollarigacha bo'ladi. 14 ta programma orqali bemalol material tanlaysiz. Svetni rangli kiyimlar uchun ham addenni funksiya qilingan. Ikkita funksiya bu bilan yuvib beraveradi. Bistritsirkalari 15 minutlik bo'ladi. Ichlarini ko'ramiz. Ichlari, gabaritlari ancha katta qilingan bunda. Ko'rsanglar bo'laveradi. Hop, bu kir mashinamiz ham ofitsial servis tomonidan o'ziga 3 yil, motoriga bo'lsa naq 20 yil suv isitib beradigan TNT keramika bo'lganligi uchun 10 yil TNT garantiya beriladi. Bularimizni narxi 7 kilo LG turbo vash modelimiz. Bunimiz 5 million 290 ming so'm sizlar uchun. Hop, Samsung 8 kilolik modelimiz 5 million 790 ming so'mga qilib beramiz. Endi LG'ni ham Samsungni ham qo'y, sifati zo'r bo'lsin. Unaqa tanali brend bo'lmasa ham eskidan chiqadigan sifatli yaxshi narsa olganlar uchun Hisense brendidan 8 kilolik kir mashinamiz bo'ladi. Bu modelda bemalol ayta olaman, LG bilan Samsungga qanaqa kir mashina bo'lish kerakligini, zamonaviy kir mashina qanaqa bo'lish kerakligini ko'rsatgan desak ham bo'laveradi. Kir mashinamiz 8 kilolik, motoriga 20 yil servis tomonidan garantiya beriladi. Polniy sensor orqali boshqaraverasizlar. Ko'rsanglar bo'laveradi. Akkuratniy tablo bo'ladi. Bu yerdan material hamma yozilgan bo'ladi. 18 ta programma. Hop, Samsung ham LG ham 14 ta bo'lsa, bunda naq 18 ta programma bo'ladi. Hop, programma tanlayotganingizda ham kirni necha kilo solish mumkinligini yozib qo'ygan. Maksimalniy 4 kilo, maksimalniy 4 kilo, 2 kilo, 8 kilo shunaqa tanlasanglar bo'laveradi. Buni ham LG ga o'xshagan qulay tomoni super stirkasi bo'ladi. 39 minut, 59 minutlik issiq suvda umuman material tanlamasdan yuvib bera oladigan funksiyalarigacha mavjud bo'ladi o'zida. Hop, par bilan ishlaydi. Qo'shimcha Samsungga o'xshab 1 metrdan 5 metrgacha chayqash funksiyalari ham o'zida bo'ladi. Hop, bunimizni ichlarini ko'ramiz. Ichlari ham ancha keng qilingan, katta, bemalol qish kunida kurtka, paltolarni yuvib ishlasanglar bo'laveradi. Ekonomika klasi naq A3 ta plyusda bo'ladi. Yiliga 98 kilovat tok rasxod qiladi. Menimcha hozir hech qaysi kir mashinada bunchalik oz rasxod ko'rmaysizlar. Hisense brendidan eng oxirgi so'nggi modelini olaman deganlar uchun aynan tavsiya qilinadi. Buni ham LG ga o'xshab turib, Wi-Fi upravleniya orqali bemalol boshqarsanglar bo'laveradi. Aytib o'tganimizdek, o'ziga 3 yil, motoriga bo'lsa naq 20 yil servis tomonidan garantiya beriladi. LG Samsung olaman deganlar uchun addushi tavsiya qilinadi. Hop, bu kir mashinamizning narxi hozirgi kunda 4 million 390 ming so'mga sizlar uchun qilib beriladi. Bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'laveradi.